Assalomu alaykum o'rtoqlar. Eshitgan bo'lsanglar, Fabio Cannavaro O'zbekistonga trener bo'libdi. Lekin bu yengil emas. Yengilini zo'ri qalbini urmay bildi. Marhamat, mana shkafimizga bitta baho berasizlar. Dizayn jihatdan takoy необычный bo'lib chiqdi. Shkafimizning rangi mana fasad qismi seri, yon qismi svetli orex. Ruchkalariga ham bitta e'tibor berasizlar. Juda ham необычный ishlangan. Razmeriga keladigan bo'lsak, eni 180, balandligi 240. Antresolli shkaflardan charchaganlar uchun bu ayni muddao. Shkaf ichiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Bir yoq tarafi mana veshilka bilan polka bemalol tepaga katta kiyimlar solib ketaveradi. Ikkinchi taraf bo'lsa veshilka past qismida bo'lsa tortma. E'tibor beringlar, veshilkamiz to'g'ri turadi. Hech qanaqa o'ngga, chapga turmaydi. Hammasi standart bo'yicha ishlangan. Juda ham qulay ishlangan. Mexanizmlar hammasi davodchik. Shkafimiz qiziqtirgan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shahar ichida dastavka ustanovkalarimiz bor. Aytmoqchi, bu shkafimiz Cannavaroning uyida menimcha yo'q. No, sizni uyingizda bo'lishi mumkin.